Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, dehqonchilik shaydolari, hamkasblar. Bugun 28 may, Qurbonlar hayitidan bir kundan keyingi holat Albionlarni. Ko'chlarimiz mana shunday holatda, qayta gullayapti, qayta hosil beryapti, teryapmiz. Cherizden bir kun tashlab, ikkinchi kun teryapmiz. Allohga shukr, yaxshi ketyapti hammasi. Mana hosillari ketma-ket. Mana hosil chiqaryapti, mana hosil. Hosillari hammasi shunaqa, bitta bunda emas. Mana hosillari, mana Albion hosillari qaytadan gul chiqarib kelyapti. Nima ichidan bo'rtib chiqib kelyapti. Hosillar. Tomon setka bor edi. Setkamiz qalinlik qildi. 75% qo'ygandik turitski. Bitta xato shu bo'ldi. Hammada xato bo'lib turadi. Manaman degan olimda ham boshqada ham bizda ham bir kamchilik qoldi. Setkamiz qalinlik qildi. Shuning hisobiga havo o'tkazmadi. U yoqdan bu yoqdan xuddi kema yelkani bo'lganda ko'tarib yubordi-da. Shamol to'ntarib tashladi. Bunaqa do'galarimizni qayirib tashladi. Shunaqa muammo bo'lib qoldi. Keyin setkalarni yig'ishtirib oldik, bo'ldi bu bizga to'g'ri kelmasligini yig'ishtirib oldik. Endi 55% dan boshqasi bekor ekan. Ko'pchilikka tavsiyam uni 75% likda mana Xitoyda kelmagan turistlar olmasin, chunki ular havo o'tkazish nisbati juda past. Shuning hisobi xuddi kilonkadek ko'tarar ekan uni o'ziga. Bizga to'g'ri kelmay xullas kalom. Endi o'sha Allohga shukr, yomg'irlar bo'lib turdi, boshqa bo'ldi. Shikast yetkazmadi ortiqcha. Hosillariga. Uni qayta g'ulchalab, gullab kelyapti. Hosillari. Advorinasi. Lekin shamol bo'lsa ham, quyosh chiqib ketib mana qala issiq bo'lsa ham gullash to'xtagani yo'q. Qayta gullayapti. Tanobam beryapti. Ko'chat bostiryapmiz buni. Buyurtma qilganlarga asosida yonsa mana shunaqa qilib ko'chatlarni ketma-ket sog'lom mana shunday ko'chatlardan olib tanobini bostirib chiqamiz hozir kassalarga. Albionlar. Ko'chxonamiz mana shunaqa. Uni hech qanday siri ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Yoki boshqa joydan olib ko'chat qilayotganimiz ham yo'q. Mana shunaqa ko'chatxonadan olib, sog'lom tanoblardan olib ko'chat qilyapmiz. O'zbekistalik kassaga ichiga torf, ozroq kokos, drenaj yaxshi bo'lish uchun mana shular ham kokosga tayyorlangan, torfga tayyorlangan ko'chatlar edi kuzga. Eng qolib ketgan, bo'lish qiyin bo'lgan ko'chat deb olganimizda ham o'shalar yaxshi chiqqan. Sababi agrotexnika avvalo agrotexnikasini yaxshi olib bo'lsa, har qanday ko'chatda ham potensialni yuqorilatsa bo'ladi. Chunki qoni toza bo'lib tursa agar o'shani yaxshi natija beradi. Xullas, o'zbekistalik kassaga bostiryapmiz. Shu bir haftachalik hozir holati bor. Ko'chatlar ko'rsatib o'taman hozir. Ko'chatxonaga borib. Iyunni boshlaridan sotuvga chiqishni boshlaydi ko'chatlarimiz. Adbornilari. Mana shu adbornilari hozir alohida holatda 75 ming, 100 minggacha bo'lyapti. 80 ming. Har xil klientlarni olishiga qarab, boshqasiga qarab, bozor narxiga qarab. Bu yil Allohga shukr, bozorlar narxi yaxshi. Eng tushgani 30 ming bo'ldi bu yil. Shu aralash holatda, katta kichik.
35 ming shunaqa bo'ldi eng tushgani. O'tgan yil unaqa emas edi. O'tgan yil o'zi sotganim 20 minggacha ham tushgan, 15 minggacha ham tushgan. Ham o'tgan yil talab boshqacharoq edi, bu yil talab oshgan. Chunki odamlar yozgi qulupnay yeyishni bilmasdi, qulupnay nimaligini ham bilmasdi yoz oyida. O'zimiz Qashqadaryo territoriyasi aytmoqchiman. Yana bu Toshkent, vodiylarni taqiqlamoqchi emasman. Samarqandlarni. Lekin mana shu именно Qashqadaryo territoriyasida odamlar yeyishni o'rgandi mana. Qulupnayda chokaberri, shu supermarketlar bizdan doimiy oladi. Daston qo'yadi, kimlardir olib bozordan yeydi, iste'mol qiladi. O'zini masalan bundan 10 yil avval, 15 yil avval banan masalan yangilik bo'lgan bo'lsa dastonlarni sekin kirib bordi-ku, qulupnay ham shunaqa. Sekin mana dastonga kirib boryapti. Avvallari faqat qishga yegan qulupnayda karisi chiqqan vaqt. Mayda yegan. May oyida bir chiqadi qulupnaylar, o'sha vaqt yeydi odamlar. Hozir endi iyun, iyul, avgust, sentyabr, xullas kalom 12 oy yeyapti. Shunga talab ham bor, shunga ko'payapti ham qulupnay. Mana qulupnaylar. Mana qulupnaylar. Mana gul, hosil, gul. Mana bitta joyda emas, hamma joydan olib ko'rsataman. Hamma joy shunaqa. Qanaqadir alohida olib, mana ko'chat zo'r ekanini ko'rsatganim yo'q mana. Hamma ko'chat mana shunaqa. Birin-ketin hosil gul. Hammasi bor. Bu shu fevralga kirgan albatta. Hosillar. Bu esa sentyabrga kirgan albatta. Bular o'zi birinchi valnasi tugab, endi dam olib, qayta gullashga o'tyapti. Bularni mana shunaqa tozalab turish kerak. Uyalar ko'payib ketgan buni. Buni tozalashimiz kerak. Orasidan unaqa terib olishimiz kerak. Uyalab ketgan 8 talab, 6 talab qaysi birlaridir. Ikkita uya qolsa yetadi. Ikkita uya qolsa. Mana bular xuddi shunaqa bo'lgan. Ikkita uya qoldirilgan mana hosillari. Katta chiqaryapti. Qulupnaylarimiz mana shunday holatda bo'ladi. Adborni chiqadi. Mana shular 25 grammdan ziyodroq chiqadi. Bugungi terimimiz shu 30 joydan shu 50 kilo atrofida chiqadi. Mashlar 40 grammga chiqadi, 35 gramm.